Fakat 31 dekabrgacha görüp turgan podarkalaringiz her bir xaridingiz için koşup beriladi. Bundan tashqari 3 tane qizimizga şu videoga like, comment yozgani uchun, aktiv bo'lib Bibixonim profiline obuna bo'lganligi uchun ve bir yerda görüp turganingiz 6 dana kumush yuzukimiz ve 1 dana altın yuzukimiz. Bularning hammasi xaridingiz için koşup beriladi obunachilar. Hozir bir narsani aniqlaymiz, ya'ni bizlardan şu vaqt davomida xarid etgan obunachilarimizni içinde şu 2 dana tilla yuzukimizni g'olibini aniqlaymiz. Endi birgalikda bir yandan başlayamiz. Bismillah deb qani ko'ramiz. Yine bir yandan aralashtirdik, endi alamiz. Ana. Müyesser apga 90'lık 438 96 57. Hazır qontiramiz apkamizni. Bizdan xarid etgan ekanlar. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Bibixonim Altın magazinidan telefon qilib turibmiz. Ha, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Bizdan altın algan ekansiz, 10 gramdan ziyod o'yinimiz ishtirokchisi bo'lgan ekansiz. Bir altın yuzukimizni hozir nomeringiz chiqdi, sizga topshiramiz, xudo xolosa. Ha, rahmat. Yangi vazir sog'a boladan bo'pti. Haqiqatdan ham yaxshi niyat etgan ekansiz. Keyin aka bir yuzukimizni. To'ya. Aynen. Yaxshi kunlaringizda olsin aka, xudo xolosa kelsangiz, bir chiroyli tilaklaringizni bildirsangiz, yuzukimiz olib ketasiz. Rahmat. Sağ olun. Birinchi yuzukimizni egalarına topshirdik. Endi keyingi yuzukimizni g'olibini aniqlaymiz. Yaxshilab aralashtiramiz. Haqqoniy bo'lib tursin uchun desa. Aynen. Aralashtirdik ve keyingi g'olibimizni aniqlaymiz. Endi keyingi g'olibimiz Nergiz apga 91'lik 424 74 64. 64. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi, xo'p. Bibixonim apkadan altın oltmadingiz. Tamam. Tebriklaymiz apka. Bir altın yüzük çıktı hazır size. Bayramingizga. Rahmat. Sağ olun. Yaxshi kunlarda taqin. Quvandingizmi? Quvondim, rahmat. Sağ oldingiz o'zi. Tipga verdim 9 milyon 480 ming so'm. Ajoyib. Yine kakras yanında bir yüzükle buldunuz. Xudo xolasa sizni kutamiz do'konimizda. Xudo xolasa, yaxshi, rahmat. Sağ olun apka. Bu hali 2 tane yüzükümüz edi. Xudo xolasa 31 dekabr günü obunachilar görüp turgan hamma yüzüklerinizi ve podarkalarimizni egalarini topshiramiz. Vaqt az qoldi. Uspit etinglar, videoga zo'r like'larni, kommentlarni yozib, Bibixonim profiline obuna bo'lib, maksimal tarqatinglar. Sizlarga kumush yüzüklerimiz podarkaga turibdi.